Toshkent viloyatida yana bir potensial qoidabuzar, ya'ni boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug'diruvchi haydovchilik guvohnomasidan mahrum etildi. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro muntazam ravishda avtotransport vositasida qoidabuzarlik sodir etib, ushbu qoidabuzarliklarning video tasvirlarini o'zining Instagram ijtimoiy tarmoq sahifalariga muntazam joylab borganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-10, ya'ni yo'l bezorligi hamda 125-moddasi davlat raqam belgilarini yechib yurish holatlari bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron tuman sudiga jo'natildi. Kuni kecha bo'lib o'tgan sud majlisida haydovchi 1 yil muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum etildi hamda qo'shimchasiga bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobarida jarima jazosi tayinlandi. Ushbu haydovchi oldingi qilgan qoidabuzarliklardan tegishli xulosa chiqarmagan. U muntazam ravishda davlat raqam belgilarini yechish, transport vositalarining oynalarining tusini o'zgartirish va yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlarini to'xtatish chorasiga bo'ysunmaslik kabi qoidabuzarliklarni sodir etgan. Hurmatli fuqarolar, bu kabi qoidabuzarliklar nafaqat jarimalarga, balki yo'l transport hodisalariga olib kelishi ham mumkin. Shu sababli amaldagi qoidalarga amal qilaylik.